O'zbekistonga birinchi kirib kelgan oltin medal mana shu bo'ladi. Chempionlar, assalomu alaykum. Ekronga yaqin kelib olamiz. Olovchalarni qo'yib, yurakchani bitta qizartirib qo'yamiz. Bugun biz graplingni O'zbekistonga olib kelgan murabbiy, grepling sporti bo'yicha 2 karra jahon chempioni, trener, murabbiy va eng zo'r ota Dilshod aka Mirzaxo'jayev bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Dilshod aka, bizning muxlislar uchun ikki og'zim o'z haqingizda bir ma'lumot berib ketsangiz. Xo'p, meni ismim Mirzaxo'jayev Dilshod. Qo'qon shahrida yashayman. Medved klubda основатель treneri bo'lib ish olib boraman. Hozirgacha zalimizdan jahon chempionlari, Osiyo chempionlari, O'zbekiston chempionlari chiqardik. Va hozirgi kunda mana yaqin oradan beri o'z Farg'onada Cowboy Fighting klubda ham grappling bo'yicha murabbiylikni olib boryapmiz. Necha yoshingizdan beri sport bilan shug'ullanasiz? Men bu sportga kirib kelishim 1986-yili shu 15-14 yoshimda boshlaganman sport bilan. 86-yildan beri sport bilan shug'ullandim. Asosiy yo'nalishingiz grappling bo'lgan, shunaqami? Grapplingga o'tgan paytim 2001-yildan bo'lgan. Ungacha asosiy shug'ullangan sportim dzyudo bo'lgan. Ha, dzyudodan shug'ullanasiz. Dzyudodan shu grapplingga o'tganmiz keyin. Hozirgi paytda pankration, grappling, jiu-jitsu, MMA hamma turlarda shogirdlar yetishtirib chiqib harakat qilyapmiz. Dunyoda bayrog'imizni ko'tarishga harakat qilyapmiz. 2 karra jahon chempionisiz. Albatta. Shunaqami? Nechinchi yillarda jahon chempion bo'lgansiz? Mana shu medalimiz mana shu turibdi. Mana 2017-yili birinchi marta jahon chempioni bo'lganman grapplingdan. Bu tarixiy medal. Grappling bo'yicha O'zbekistonga birinchi kirib kelgan oltin medal mana shu bo'ladi. Ungacha hali hech kim oltin medal grapplingdan O'zbekistonga olib kelmagan ham, birov shug'ullanmagan ham. Bu tarixiy medal bu. Birinchisi. Bu ikkita bo'lgan, buni ikkinchisini Qo'qon shahar hokimimiz Ma'rifjon Usmonovga padarga qilib berganmiz, sovg'a qilib. Nimagaki u inson bizga juda ko'p sportda rivojlanishimizga, salimizga hissa qo'shganlari uchun shu insonni hurmat qilganimizdan shu muzeyga sovg'a qilib berganmiz bittasini. Ha, ikkinchi jahon chempionatida olgan oltin medalingizni hokim buvaga berganmiz, sovg'a qilib shu muzeylarga qo'yish uchun.